Demak, ana endi nuqtalarni nima qilish? Yasash. Qaranglar. Mana bu koordinata boshi O. Ya'ni qaranglar, bu joyda x ham 0 ga teng, y ham 0 ga teng. Mana bu nima bo'lar ekan? Koordinata bosh. Ya'ni O 0 0 nuqta. Tushunarli? Ana endi sonlar joylashtiradi bir xil qilib. Endi sizlarda katta daftar bor. Katta daftarda aniq qilib sonlar joylashtirsa bo'ladi. Chunki orasidagi masofa nima bo'ladi? 1 xil. Har bittasini 1 deb ketaveramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, -5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ana endi qaranglar. A 1 4 0 yo'q ha? 0 yo'q ha? 1 4. A bu degan birinchi kelgani x, keyin kelgani nima edi? Y bilan x dan 1 topaman mana. X dan 1 mana shu yerdami? Y dan necha topaman? 4. Mana. 1 4 mana qaranglar, 0 emas, to'g'ri burchak yasayman. To'g'ri burchak ikkita tomoni bormi? Xayolan yasash mana nuqta bilan yasayman. Mana. To'g'ri burchak yangi 3 hosil bo'ladimi? Mana shu hosil bo'lgan 3 o'sha nuqta hisoblanadi. Ya'ni A nuqta. Koordinatasi nima bo'lar ekan? 1 4. Keyingisi B nuqta -1 5. X dan -1 ni, to'g'rimi? X dan -1 topaman mana. Y dan 5 topaman mana. Yana nimani yasaymiz? To'g'ri 4 burchak. Mana. Orqa tomonda yasaladi, to'g'rimi? 0 bo'lmasa, koordinatalardan birontasi 0 bo'lmasa nima yasaymiz doim? To'g'ri burchak yasaymiz. Hosil bo'lgan yangi 3 o'sha nimani beradi? Nuqtani. B nuqta -1 5. Mana. C nuqta 5 -2 0 bormi? X dan 5 degani, X dan 5 topdim mana. Y dan nechi? -2. -2 mana. To'g'ri burchak yasasam. Hosil bo'lgan mana bu yangi 3mi? Nima bo'lar ekan? Keyingisi D nuqta -2 minus X dan ham -2. Y dan ham -2. -2 -2. Hosil bo'lgan yangi 3 mana bu. Qaysi nuqtani beradi? D nuqtani beradi. Tushunarli bo'ldi? Ana endi qaranglar, Y nuqtaga qaranglar. Bittasi 0 lik bo'lsa, nuqta 0 bo'lmagan sonni ustida bo'ladi. Mana bunda nima yasagan? To'g'ri 4 burchak yangi 3. Yangi nimasi ekan? 3. Ana endi qaranglar. Bittasi 0 likmi? Ikkisi 0, Y 3 ekanmi? 0 bo'lmagan son 3 va uni nimani ustida? Y dan 3. Y dan 3 topaman. Mana shu nuqtami? Mana shu nuqtani o'zi Y bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Demak, bu nuqta qayerda yotar ekan? Ya'ni son o'qining ustida. Ana endi keyingisi -2 0. 0 likmi yana? 0 bo'lmagan x ustidami? X dan -2 ni topaman. Mana bu joyning o'zimi? To'g'rimi? Mana shu joy o'zi nima bo'ladi? S bo'ladi. Mana hamma nuqtalarni nima qildik? Yasadik. Tushunarli bo'ldi? Va qaranglar, mana bo'lingan 4 ta bo'laklar nima deyiladi? Bitta nonni 4 bo'lakka bo'l desak, choraklar deyiladimi?
Demak, har doim mana bu joy 1 chorak. Birinchi chorak. Mana bu soat miliga qarama-qarshi chorak. Mana bu uchinchi chorak. Mana bu yerdachi 4-chi chorak. Dekor koordinatalar sxemasi qiyin ekanmi? Yo'q. Keyin birinchi chorakka tarif beramiz. Birinchi chorakka mos x da qanaqa sonlar bor? Musbat. Y da ham qanaqa sonlar bor? Demak, x ham musbat son, y ham musbat son. Ikkinchi chorakka mos x da qanaqa sonlar bor? X ga manfiy sonlar, y ga musbat sonlar. Uchinchi chorakka mos x ham manfiy, y ham x ham manfiy, y ham manfiy. To'rtinchi chorakka mos ikkisi musbat, y tushunarli bo'ldi. Hamma tushundimi? Mana buning nimalari ekan? Choraklar. Nuqta yasash tushunarli bo'ldimi hammaga? Shu joyga yana bitta narsani o'rgatib o'tib keting. Ixtiyoriy ikkita nuqta bor. Qaranglar. A nuqta koordinatasi x1 u y1. B nuqta koordinatasi x2 u y2. Ana endi qaranglar. Yasasam x y. Mana nuqtaning koordinatasi A bo'lsin. x1 u y1. Mana nuqtaning koordinatasi B bo'lsin. x2 u ular orasidagi masofani toping. Ikkita nuqta orasidagi nima? Masofa. Mana buni L harf bilan belgilasa bo'ladi. Qaranglar, masofani topish uchun agar bitta koordinata bo'lsa, ular ayrarmidi? To'g'rimi? A bu yerda nechta koordinata bor lekin? Ikkita. Tak. Mana bunaqasi to'ldirsam, bu qanaqa uchburchak bo'ladi? Ha, yaxshi. Qaranglar. Mana bu x1 degan uni mana bu joyi x1 ga mos keladi, x2 degan mana bu joy x2 ga mos keladi deganimi? Mana bu joy y ga o'qib bo'lgani uchun b nikimi? To'g'rimi? B da y2 bo'lsa, mana bu joyim y2, mana bu joy nima bo'ladi? Y1 bo'ladimi? Qaranglar. O'rtadagi masofani topish uchun y1 dan y2 nima qilaman? Mana bu joydachi x2 dan x1 ayiraman. Mana bu to'g'ri burchak uchburchakda Pifagor teoremasi. A kvadrat plus b kvadrat teng nimaga? Katetlar, kichkinalar kvadratlar yig'indisi gipotenuzani kvadratiga teng. Birinchi katet y1 minus y2 mi? y1 minus y2 ning kvadrati qo'shilgan x2 minus x1. x2 minus x1 ning qavs emas kvadrati barobar gipotenuza L mi? Topishim kerak bo'lgan narsa L ning nimasi? Qaranglar-da, joyini almashtirsam oldiga minus chiqishi kerak, lekin juft daraja borligi uchun minus chiqadimi? Hech narsa o'zgarmaydimi? Shuning uchun moslab x1 deyman mana buni. Mana bu x nechi deyman? L topsam nima bo'ladi? Ilzosda x1 minus x2 ning qavs kvadrati qo'shilgan y1 minus y2 ning yana qavs. Mana bu ikkita nuqta orasidagi masofani nima qilish? Topish. Ya'ni x dan x ni ayiraman, kvadratni ko'taraman, y dan y ni ayiraman, kvadratni ko'taraman. Qo'shsam, keyin nima chiqaraman? Ildiz chiqaraman. Qiyin joyi yo'q. Mos koordinatalarni nima qilamiz? Ayiramiz. Ya'ni x dan x, y dan y. Keyin nimalarga ko'taramiz? Kvadratlarga. Bu misollar ham nima hisoblanadi? Kerakli hisoblanadi. Tushunarli bo'ldi? Hamma tushundimi? Demak, mana kirish bo'ldi. Birdaniga chiziqli funksiyani o'tmadim. Nuqtani yasash ko'rsatdim, nuqtalar orasidagi masofani ko'rsatdim, choraklarini ko'rsatdim, to'g'rimi? Ana endi sizlar bilan nimani ko'ramiz? Chiziqli funksiyani ko'ramiz. Avval buni nima qilib olinglar? Yozib, chiroyligina qilib chizib olinglar.